Oldingi videolarda simqurt haqida gapirgandingiz. Uni qanaqadir yechimi bormi? Ko'pchilik so'rabdi qanaqa. Endi simqurt yechimiga keladigan bo'lsak, birinchi yechimi simqurt ko'p bo'lgan yerlarda kuzda yoki yer yaxlaganda chuqur shudgorlash amalga oshirish kerak. Shunda simqurtni pechenkalari, g'umbaylari qirilib ketadi. Keyingisi, pomidor ekishdan oldin pomidorni ildizini simqurtga qarshi ishlaydigan maxsus preparatlarni eritmasiga botirib ekish kerak. Simqurt maksimal pomidorimizni shunaqa davrgacha tegadi. Nima qilish kerak? Tegayotgan bo'lsa, bitta sug'orib olamiz. Tegigacha, mana tegigacha nam bo'lish kerak sug'organimizda. Nam qo'yganimizdan keyin shu namligiga qarab simqurt chiqadi yana. Chiqqandan keyin biza bunga maxsus preparatlar bor. Misol uchun Nurel D preparati, Tiametoxam sostavli Actara preparati bo'lishi mumkin. Shu preparatlarni eritmasini eritib olib tayyorlab, nam joyiga, tegiga 200-250 gramdan quyib chiqsak bo'ladi. Namlaganimiz hisobiga simqurt chiqadi ildiz yaqiniga. Pestisid eritmasi quyilgandan keyin betda simqurtlarni o'ldiradi. Keyin bargidan Tiametoxam sostav Actara preparati bargidan sepsak bo'ladi. Bargidan sepsak, u sistemga ta'sir qiladi. Ildizni yeyishni boshlaganda ildiz o'zidan ham zaharlanadi.